O'tgan safar 100 dollar qo'ydik. Bu safar 200 dollar qo'yamiz. Faqat shartini siz berasiz, Jahongir. Arizo 8 ni Start Stop mana ko'rishlaringiz mumkin. Start Stop knopkasi salonda qayerda joylashganini kim birinchi topsa, yutuq o'shaniki. Kommentariyalarda bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. 200 dollar yutib olishni xohlaysizlarmi? Shartlarni bo'lmasam bajaramiz. Biz esa mashinamizni obzorini boshlaymiz. Jahongir, hech bir bloger qilmagan ishni biz qildik. Ya'ni Cherry Arizo 8 gibrid mashinasini tog'ning ustiga chiqdik. Galing bo'lmasam bombasidan bir obzor qilib beramiz. Shunday. Kanal obunachilarimiz ko'ramiz obzorini. Arizo 8 gibrid sizni kutyapti. 7,1 sekundda 0 dan 100 gacha. 1846 ta ot kuchi. Agar o'zimga kerak bo'lsa, mana shu mashinadan yaxshisi yo'q. Xohlasangiz shahar, xohlasangiz qishloq, xohlasangiz tog'da haydang, maza qilasiz. Rasxodlari 3,5 dan 4 tagacha. 360 kamera, slipovoy zona, adaptivniy cruise control. Undan tashqari polniy panoramniy lyuk. O'zgacha dizayn va ko'rishingiz mumkin aka. Bahaybat, ulkan, bag'ri keng bagaj hajmi. Bagajlarda subwooferlari bor. Bemalol ko'chalarni changitib, maza qilib haydab yuradigan mashina. Mashinamiz polniy ekologik ko'chadan. Bundan tashqari sport, ekonom va komfort rejimlarida yuradi. Abagrev, abduf hammasi sizning qulayliklaringiz uchun ekan. 364.900 ga ushbu avtomashina aynan sizniki bo'lishi mumkin. Bitta pasport va Cherry Limonadniy avtosalonida sizlarni kutib qolamiz.